Redmi telefonlarida reklamani butunlay o'chirishni o'rgatib o'taman. Buning uchun biz sozlamalarga kiramiz va qidiruv sozlamalarini bosib, avtorizatsiya va ruxsatlarni bekor qilish deb yozamiz. Shunaqa qilib chiqadi, mana ko'rishingiz mumkin. Ustiga bosamiz va bu yerdan mana shu MSA deganni ustiga bitta bossak 10 soniya kut deydi. Mana ko'rishingiz mumkin, 10 soniya bekor qilishga 10 soniya vaqt beradi. O'qib chiqishimiz uchun bu yerni bekor qilishni bosamiz. Bu nimaga kerak? MSA bu MIUI System adresi, ya'ni reklamanı boshqaruvchi xullas ilovasi ham bo'laveradi, reklamanı boshqarib turadi. Keyingi ishimiz uchun biz qidiruvga yana bitta kiramiz va reklama deb qidiramiz. Reklama xizmatlari degan ustiga bosamiz mana. Reklama xizmatlari va shaxsiy reklamalar deganni o'chirib qo'yamiz. Va bu yerdan ilovalarni boshqarish deb yozamiz yoki ilovalar deb yozamiz. Ilovalar deganga kiramiz va bu yerdan mana bu 3 ta nuqtani bosamiz. Mana ko'ryaptimi? Mana shu 3 ta nuqta tepada o'ng tomonda turibdi, ko'rishingiz mumkin. 3 ta nuqta, o'shani bosamiz va boshqa sozlamalar deganni bosamiz. Bu yerdan tavsiyalarni o'chirib qo'yamiz. Reklama tavsiyalarini o'chirib qo'ygan bo'lamiz bunda. Va keyingi qiladigan ishimiz yana qidiruvga kiramiz va DNS deb yozishimiz kerak bo'ladi. Mana DNS deb yozamiz, qidiruv beramiz. Shaxsiy DNS deganga kiramiz va avtomatik yoki o'chib turgan bo'ladi sirayda. Shaxsiy DNS provider host nomi deganni bosamiz va bu yerga xuddi shunaqa deb yozamiz. Mana hozir menda o'zi yozilib turibdi, sirayda mana shunaqa bo'lib turadi. Bu yerdan mana adresi adguard.dns.com deb yozamiz. Saqlashni bosamiz. Saqlandi, ko'rishingiz mumkin. Va telefonimizdagi bitta persagruska berib olishimiz kerak, ya'ni o'chirib yoqadigan tugmani bosib turamiz va mana shunaqa ekran chiqadi sirada. O'chirish va o'chirib yoqish degan. O'chirib yoqishni bosamiz. Shunda persagruska bo'ladi telefonimiz. Yoki telefonimizning yonidagi tugmasini bosib turamiz, ya'ni ekranni o'chirib yoqadigan tugmasini, power knopkasini bosib turamiz. Ko'p vaqt bosib turganimizdan keyin telefon o'zi avtomatik yonib o'chadi. Va men telefonimga mana bitta persagruska berdim. Hozir endi reklama chiqamikan yo'qmikan tekshirib ko'ramiz. Eng ko'p reklama beradigan xavfsizlik ilovasiga kiramiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda hech qanaqa reklama chiqmadi. Mana shu muzika deganda ham ko'p reklama berardi. Muzikaga kiramiz, umuman reklama yo'q ko'rishingiz mumkin. Faqat tavsiya qilingan musiqalar bor, bo'ldi. Get Apps'da to'xtamasdan reklama berardi. Kim bilsa biladi. Mana ko'rishingiz mumkin, hech qanday reklama yo'q. Va fayl menejeriga kiramiz. Ko'rishingiz mumkin, fayl menejeri ham hech qanday reklama chiqarmayapti. Bugungi videomiz shundan iborat bo'ldi. Hammaga xayr, sog'lom bo'linglar. Sizlar bilan Tohir Chiten, kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib turinglar. Keyingi qismda yanada mukammal va yanada foydali videolarni olishga harakat qilaman.